Assalomu alaykum aziz do'stlar. Internet olamida kelayotgan maslahatlar har bir odamga to'g'ri kelmasligining yana bir isbotini bermoqchiman. Meditsinaning otasi, ya'ni Gippokrat, o'zbek tilida Buqrot ham, ya'ni Gippokrat ham adashgan. Masalan, kitoblarda keladigan o'sha fikr ayol va erkakdagi mani, ya'ni sperma deb takrorlan aytib o'tilgan. Bizning tabiblarimiz, ya'ni Boston tabib bu fikrga qo'shila olmasligi, agar ayolda mani, sperma bo'lganda edi, erkakning ayolga jismonan kerak bo'lmay qolar edi degan fikrni bildirgan. Shuning uchun hozirgi davrda manaman degan insonni gapi sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun o'zingizning holatingizdan kelib chiqib, mutaxassis o'ziga borib, o'zingiz his qilayotgan narsa, kelib chiqish sababi, to'g'ri ma'lumot bersanglar, sizga to'g'ri tashxis qo'yiladi. Shuning uchun internetdagi bor narsa har doim ham to'g'ri kelavermaydi.